Assalomu alaykum aziz futbol ixlosmandlari, futbol sevar do'stlar, futbol fanatlari. Sizlar uchun bugungi bo'lib o'tadigan ajoyib uchrashuvlar haqida ma'lumot beramiz. Demak, Italiya A seriyasida Milan Verona, Cremonese Neapol, Angliya chempionatida Anderlecht Leeds, Crystal Palace Tottenham, Italiyadan Bologna Sassuolo, Atalanta Inter uchrashsa, terma jamoalar o'rtasidagi Jazoir Burkina Faso va Cote d'Ivoire Kamerun terma jamoalari o'zaro uchrashadi. Bugun ajoyib o'yinlar sizlarni kutib turibdi. Do'stlar, bugun yarim tunda bo'lib o'tadigan ajoyib o'yinlarga sizlarni taklif qilamiz va bu o'yinlarni ko'rib, miriqib dam olishlaringni so'raymiz. Tez orada biz ham Telegram kanal ochgan holatda bunday o'yinlarni jonli efirda uzatishni boshlaymiz. Demak, agar shu qarorimizga yoki fikrimizga qo'shiladiganlar bo'lsa, kommentariyada go so'zini yozib ketamiz. Hammaga omad, kanalga obuna bo'ling va bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Omad hammaga.